Yaqindan buyon ko'plab ota-onalar bolalarining tez-tez jahli chiqayotganidan aziyat chekishyapti. Xo'p, buning sababi nima? Qanday yechimlar bor? Nimaga bolalar erta kundan juda ham asabiy? Bu savollarga ushbu video orqali javob topamiz. Videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang, chunki bu ko'plab ota-onalarga manfaatli bo'lishi mumkin. Agar bolangizni tez-tez jahli chiqayotgan bo'lsa, bu bir kunlik holat emas. Bolaning o'zgargani nimalarda namoyon bo'ladi? Avvalo, bola tez-tez yig'laydi, jahl qiladi. Aytilgan gapga darrov qarshilik qiladi, hatto kichik narsalarga ham, kichik iltimoslarga ham yo'q deb javob beradi. Oldindan qiziqib o'ynab kelgan o'yinlarni ham tashlaydi. Undan tashqari sabr qilish pasayadi, diqqati kamayadi va kutishni xohlamaydi. Eng ko'p tarqalgan turi telefonni qo'lidan olib qo'yiladigan bo'lsa, kuchli asabiylik seziladi. Bola o'zini gap bilan emas, jahl bilan ifodalab beradi. Ko'pchilik ota-onalardan bolamni tanimay qolyapman, oldin bunaqa bas edi degan gaplarni eshitaman. Avvalo, bola asabiy bo'lib tug'ilmaydi. Bola asabiylashayotgan bo'lsa, bunga qandaydir sabablar bor. Kelinglar, shu sabablarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Buning asosiy sababidan biri ekran va televizorlar. Hozirgi zamonda televizor va telefonlar bolani tezkor tinchlantiruvchiga aylanib qolgan. Nimaga? Bola yig'lasa telefon, zeriksa telefon, qilarga ishi bo'lmasa telefon. Bu esa bolaning diqqatini pasayishi, sabrining kamayishiga olib keladi. Chunki telefon bolani tezlikka o'rgatadi. Real hayotdagi sekinlik esa bolani zeriktirib qo'yishi mumkin. Telefon bolani sabrga, kutishga, emotsiyalarni to'g'ri boshqarishga o'rgatmaydi. Shuning uchun boladan telefonni olib qo'yadigan bo'lsak, u o'zidagi jahlni ota-onaga ko'rsatadi. Buning ikkinchi sababi harakatning yetishmasligi. Bola tabiatdan harakat uchun yaratilgan. Bolalarda energiya juda ham ko'p bo'ladi, lekin bolalar hozirda energiyasini chiqara olish uchun imkoniyatlar kam. Ya'ni ular ko'proq vaqtlarini ekran ro'parasida, uyda, mashinada o'tkazishadi. Shuning uchun ular o'zlaridagi energiyani yig'ib, birdaniga jahl bilan portlab chiqarishadi. Uchinchi sabab eshitilmaslik. Deylik, ota-onalar bolalarni eshitishadi, lekin uni diqqat bilan tinglashmaydi, savollariga to'liq javob berishmaydi, boladagi bo'shliqni to'ldirishmaydi. Bola o'zi xohlagan narsasini ola olmagach yoki o'zini ifoda eta olmagach, u tonini balandlashtiradi. Balandroq ohangda so'rashni boshlaydi. Bora esa bu bolada odat tusiga aylanib qoladi. Shuning uchun ko'pincha baland ovoz jahl ko'rinishida chiqadi. To'rtinchi sabab aniq qoidalarning yo'qligi. Ya'ni bugun mumkin bo'lgan narsa ertaga mumkin bo'lmay qolishi, bugun kulib qaralgan narsaga ertaga jahl bilan yondashilishi bolada ikkilanish, noaniqlikni keltirib chiqaradi. Ya'ni bolaning miyasida savollar paydo bo'ladi. Kecha bu ishni qilganimda ota-onam hech nima demagandiku, bugun nimaga bunaqa bo'lyapti yoki bu qilish mumkinmi yoki mumkin emasmi? Shunday noaniqlik bolada jahlni keltirib chiqaradi. Yana bir muhim sabab uydagi holat, ya'ni kattalarning bir-biriga bo'lgan munosabati. Bola gapirganimizdan ko'ra ko'rgan narsasini tezroq ko'chiradi. Ya'ni u janjal ichida katta bo'ladigan bo'lsa, bu uni normal holat deb hisoblaydi va kelajakda buni takrorlaydi. Bola jahldor, qo'rs va jizzaki bo'lib qoladi. Bu muammolarni yechishning ilojisi bormi? Ha, bularga yechim bor. Yechim unaqa qiyin emas, lekin davomiy bo'lishi kerak. Birinchi navbatda telefonni kamaytirish. Telefonni birdaniga taqiqlash yomonroq holatga olib kelishi mumkin. Shuning uchun telefonni o'rnini bo'sh qoldirmaslik kerak. Ya'ni bola bilan suhbat qurish, gaplashish, uni tinglash, birga o'ynash. Iloji boricha bolani rivojlantiruvchi o'yinchoqlar berib, telefonga bo'lgan muhabbatini kamaytirish kerak. Ikkinchi yechim harakatni ko'paytirish. Bu bo'lishi mumkin bola bilan ochiq havoda sayohat yoki birga o'ynash, toza havoda qanaqadir sport turi. Bu oddiy tuyulishi mumkin, oddiy eshitilishi mumkin, lekin ta'siri juda ham kuchli. Yana bir yechim bolani tinglash. Har doim ham nasihat qilaverishga shoshilmang. Ba'zan bola eshitilishni ham juda xohlaydi. To'rtinchi yechim aniq va doimiy qoidalar. Qoidalar kam bo'lsin, lekin aniq bo'lsin. Bugun qanday bo'lsa, ertaga ham shunday bo'lsin. Eng asosiysi, jahldor bola yomon bola emas. U shunchaki o'zini ifodalab bera olmayapti. Agar biz sababini biladigan bo'lsak, yechim har doim topiladi.